Hop, demek ki 23. savol. 0 mol yo alkan yoki alken yoki siklokan. CH2 tarkibida vodorod xlorlanganda elektronlar soni 41 ga 18 bo'lgan quyidagicha tarkibli aralashma olinadi deyapti. Uglevodorod massasini aniqlang deyapti. Hop, demak uglevodorod massasini aniqlashimiz kerak ekan. Reaksiyasini yozib oldik. Demak, xlorlanganda hosil bo'lishi kerak ekan. Xuddi shunday mahsulot. Endi hop, bunda endi tenglama hosil qilib olish kerak. Tenglamani tuzishda demak elektronlar nisbati bo'yicha olib ketamiz. Hop, 41 ga, demak mana bu moddamiz 41 ekan. Elektronlar soni 8n-2, demak 8n-2 plyusdan hop, mana yerda 2x ekan. Xlorda 17 tartib raqam, demak 17 ning ikkitasi 34, 34 ga minus 34x bo'ladi. Teng bo'lish kerak ekan. Demak bu yoqdagi xlorid kislota 18 elektroni bor. Taqsim hop 17 18 da 18 x ga teng bo'ladi. Hop, endi shu aralashmani ishlashimiz kerak. 41 bu yoqqa ko'paytiriladi, 18 bu tomonga ko'paytirilishi kerak bo'ladi. Hop, demak shu tenglama bo'yicha 18 bu yoqqa ko'paytiriladi. Demak, hop shunda hozir ikki tomonlama tenglama hosil qilib olish kerak. Hop, demak birinchi 41 ni 18 ga ko'paytirsak, 738x teng bo'ladi. 18 ni 8 ga ko'paytirsak 144n minusdan 18 ikkitasi 36. 18 ni 34 ga ko'paytirsak plyusdan 612x bo'ladi. 612 bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, ayirib olish kerak bo'ladi 738 dan. Hop, 126x minus 144n teng. Demak, bu tarafda minusdan 36. Buni o'zgartirib qo'yadigan bo'lsak, 144 bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, plus 144n 126 tomonga o'tsa, minusdan 126x teng 36 ga. Demak, birinchi tenglamamizni topib oldik. Hop, endi 0,4 moldan bu tarafda o'tish kerak. Dastlabki aralashma demak 0,4 moldan bu ham 0,4 mol, bu ham 0,4 mol. Hop, vodorodlar soni bo'yicha ishlaylik. Demak, dastlab 0,4 mol aralashma bo'lsa, va tarkibida 2n bor edi. Bundan keyin ham 0,4 mol vodorod bo'lishligi kerak. Vodorodlar atomlar soni 2n-2 plyusdan x. X bu yerdagi xlorid kislotani oldidagi 2 bo'lyapti. Hop, demak 0,8n minus 0,8 plyusdan 0,4 x teng 0,8 n ga. Xo'p, o'shanda bu yoqqa ko'paytirildi. Xo'p, nol sakkiz u yoqqa o'tadigan bo'lsa 0,4 x teng bo'lib qoladi 0,8 ga. X topish mumkin ekan. Bu bilan bu qisqarib ketadi. 0,8 ni 0,4 ga bo'ladigan bo'lsak, ximiz teng qoladi 2 ga. Demak, x ni 2 ga tengligini topdik. Hop, bo'ldi. Buni tenglama ham shart emas ekan. X 2 ga teng bo'lsa, demak, o'z-o'zidan bu yerda 4 ga teng bo'lar ekan.
Bu yer 2 ta chiqar ekan. Xo'p, endi bizdan so'rayotgan narsasi uglevodorod massasini aniqlang deyapti. Demak endi mana shu yerdagi endi qiymatini topish mumkin ekan. Endi qiymatini topish uchun o'sha chiqqan, demak mana yerdagi 144 n plus 126 ni ko'paytirsak 2 ga 252. Demak mana shu yerda minusdan 252 teng 36 ga 144 n teng 252 ga qo'shamiz, o'shanda 36 sini 288 bo'lib qoladi. N teng 2 ga. Xo'p, n'imiz teng 2 ga chiqar ekan. Xo'p, yaxshi. Endi buni topib oldik. S2 H4 bo'lar ekanda. Uglevodorod massasini aniqlang deyaptimi? 24, 28. 28 da 0,4 ga ko'paytirsak 11,2 gram kelib chiqadi. 11,2 berilgan javob A javobda turibdi.